Mazza qildimning navbatdagi soni. Aziz kuzatuvchilar, mazza qiling. Aql qo'ydir, nafs bo'ri, iymon esa cho'pondir. Cho'pon kuchli bo'lmasa, bo'ri qo'yni yeydi. Ko'rlar bozorida ko'zgu sotmang. Karlar bozorida g'azal aytmang. Sen omad deb o'ylagan narsalar bu aslida seni ota-onangning duolaridir. Har kecha uxlashdan avval yaqinlaringizni Allohga omonat qiling. Uxlab uyg'onmaslik bor. Uyg'onib topolmaslik bor. Kimning gaplariga maza qildingiz? Asadullo, Baxtiyor, Malika yoki Akmal? Izohlarda javoblaringizni kutaman.